Nima uchun biz bu maktabni ochdik? Bilasizmi? Bilim bugun internetda ham bor, kitobda ham bor, tarbiya boshqa joyda ham bor. Lekin eng muhim narsa bor. Eng zo'r pedagog bu ilhomlantiradigan pedagog. Har bir insonni va har bir tashkilotning g'oyasi bor. Va bu g'oya unga tinchlik bermaydi. Bizning maktabning g'oyasi we teach, we nurture, we inspire. Ya'ni biz o'rgatamiz, biz tarbiyalaymiz va biz ilhomlantiramiz. Juda ham ajoyib. Shu ertalabki avtobus tashkillashtirib olib kelishlari, darslarni o'z vaqtida o'tishlari va ingliz tili, xitoy tili borliklari menga ham juda ham yoqdi. Ko'chani ilmini o'rgatish kerak. Biz buni darsligini yozib chiqdik. O'zimni hayotimda o'tgan, erishgan yutuqlarim, yiqilgan kamchiliklarimni o'rnini to'ldirib, retsept qilib buni darslik holatiga keltirdik. Bu maktabning programmasini soft skills ustida qurilish kerak ekan deb tushundim. Bugungi o'tkazgan seminaringiz ochiq eshiklar kuni juda ham yaxshi. Hamma savollarimga javob oldim. Hozir bu ikkinchisi. Hali yana keyingilari ham xafa bo'lib turibdi. Ularni ham bu qizimni ko'rib o'qishlarini inshaalloh olib kelmoqchiman. Olimlar, eng zo'r shu sohaning egalari bu joyda dars beradi. Bizning maktab rahbarlar tayyorlaydigan maktab.